Assalomu alaykum. Ko'pchilik ozishga harakat qiladi, lekin ko'p narsani aralashtirib yuborishadi. Odatda bir kuni dieta qilishadi, ertasi kuni sport bilan shug'ullanishadi, uchinchi kuni ikkalasini tashlab yuborishadi yoki bo'lmasam to'rtinchi kuni birdaniga hammasini bir kunda qilishadi. Bu narsani albatta ketma-ketligi bor. Bugun sizga o'sha ketma-ketlikni qo'yib bermoqchiman. Oldin nima qilish kerak, keyin nima qilish kerak va qaysi odamlarni umuman nazoratdan ko'zdan chetda qoldirmaslik kerak. Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Birinchi qadam, avvalambor o'zini o'zi tushunish. Bunda siz o'zingizga savol bering. Siz qancha muddatda va nima uchun ozmoqchisiz? Ushbu maqsadni o'zingizga qo'yib oling, hatto kerak bo'lsa yozib qo'ying o'tib-o'tga. Va birinchi nuqtani ba'zi bir holatda shifokor bilan boshlashga to'g'ri keladi, hatto shifokor bilan boshlang. Shunda siz samarali, ma'lum bir maqsad asosida, ma'lum bir vaqt ichida to'g'ri oza olasiz. Ikkinchi qadam ovqatlanish. Bunda biz avvalambor ovqatlarimiz kaloriyasini hamda ularni miqdoriga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni kaloriya deganda yeyotgan ovqatimiz kaloriyasi sarflanayotgan ovqatimiz kaloriyasiga teng bo'lishi kerak yoki hatto sarflanishi ko'proq ham bo'lishi kerak, chunki biz ozish jarayonidamiz. Endi ularni tarkibiga, sifatiga e'tibor beradigan bo'lsak, biz avvalambor ovqatimiz tarkibidan yengil hazm bo'luvchi uglevodlarni olib tashlashimiz kerak. Oq non, xamir ovqatlar, shirinliklar, tez hazm bo'luvchi fast foodlarni olib tashlashimiz kerak. Ratsionimizga kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlarni, ya'ni sabzavotlarni ko'proq qo'shishimiz kerak. Zelilar, sabzavotlar, turli xildagi salatlar ko'rinishida iste'mol qilsangiz, bu albatta kaloriya emas, sifatga ko'proq tarozi yon bosadi. Biz bu bosqichdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kam yeyish emas, sifatli yeyishimiz kerak. Uchinchi qadamimiz harakat. Ozishni boshlashimiz bilan zalga borib, o'zimizni qiynab, trenerga shug'ullanib, har xil og'ir kuch mashqlarini bajarishimiz kerak emas. Chunki biz organizmimizni qo'rqitib qo'yamiz, zo'riqtirib qo'yamiz. Shuning uchun ham bizni sekin-asta boshlashimiz kerak. Sport bilan shug'ullanish bu sizni bir oylik shunchaki urinishingiz bo'lib qolmasligi kerak. Qo'rqmasdan, sekin-asta boshlangan sport bilan shug'ullanish keyinchalik hatto professional sportga ham yo'l ochishi mumkin. To'rtinchi qadam uyqu va stress. Siz uyqungizni normaga keltirmas ekansiz, doimiy stressda yurar ekansiz, hech qachon ozolmaysiz. Shuning uchun har doim endokrinolog sifatida patsientlarga aytamanki, uyquni normaga keltirmas ekansiz, ozaman deb oldimga kelmang deyman. Birinchi navbatda uyquni, ya'ni 7-8 soatli uyquni ta'minlab berishimiz kerak. Juda bo'lmaganda 6 soatdan kam bo'lmasligi kerak uyqumiz. Endi yuqori stress har doim kortizolni provokatsiya qiladi, ya'ni kortizolni oshirib beradi. Kortizol o'z navbatida o'ziga ergashtirib insulinni olib keladi. Shuning uchun kortizol, insulin yuqori bo'lgan odamlar o'z-o'zidan semirishni boshlaydi. Bizni ushbu gormonlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak ko'payib ketishiga. Doimiy stresslardan o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Undan tashqari qanaqa qilib himoya qilaman stressdan? Mani atrofimda bo'lib turibdi-ku bu, mani hayot tarzim-ku deb savol berishadi. Aytaman, doimiy shu stress bo'lgan paytda o'zinglarni chalg'itinglar, harakat qilinglar, mashqlar qilishga yoki bo'lmasam yengil sport bilan orada shug'ullanishga ish tanaffus paytlarida yoki bo'lmasam sayr qilib kelinglar. Bu ham o'z navbatida stresslardan himoya qiladi. Va ish davringizni o'rtasida tanaffuslar albatta bo'lsin. Yarim soatli, 1 soatli tanaffus paytlarida yengil sayr tavsiya qilaman. Bu ko'pchilik e'tibor bermaydigan aslida narsalar. Ish vaqtida qanaqa qilaman, tanaffus qilaman, nima ahamiyati bor buni ozishga deb so'rashadi. Aslida bu doimiy qilinsa, bu ozish uchun olib keladigan real omillar hisoblanadi. Shuning uchun uyquni tartibga keltirish, 7-8 soatli uyquni ta'minlab berish, kechasi bilan telefonga tikilib o'tirishni yo'qotish, har xil serialni tomosha qilishni yig'ishtiring. Uyquni normal holatda kechasi 10 gacha uxlagan bo'lishingiz kerak o'zi. Undan tashqari o'zingizga har kunga normativ qo'ying. Ya'ni siz kuniga 5000, 7000 yoki 8000, hatto 10000 qadam yurishni odatga aylantiring. 5-qadam nazorat bosqichi. Albatta nazorat bo'lgan joyda har doim natija bo'lgan. Agar siz hamma qadamlarni bosqichma-bosqich amalga oshirsangiz, lekin o'zingizni nazorat qilmaysiz, hammasi befoyda. Shuning uchun albatta o'zingizni nazorat qilib boring. Yo kundalik tuting yoki rasmga olib boring. O'zingizni vazningizni bir haftada bir marta o'lchab turing. Har kuni o'lchamang. Chunki har kuni o'lchashdan foyda yo'q. Yegan ovqatlarimiz organizmdagi suv miqdoriga qarab turib gramlar o'zgarib turadi har kuni. Undan tashqari kiyimingizni qanaqa keng kelyaptimi, razmerini hajm jihatdan o'zgarib turishini hisobga olib turing. Chunki ozish jarayonida ba'zida birdaniga vazndan emasda объемdan ketish boshlaydi. Bel aylanasi, ko'krak aylanasi, bo'ks aylanasini o'lchab, uni daftarchaga yozib, kuzatib boring.
Undan tashqari, siz 5-10 yil ichida yig'ib olgan vazningizni birdaniga 5 kunda yo'qotaman deb hech ham urinmang va yo'qotmasangiz xafa ham bo'lmang. Chunki agar xafa bo'lib siz to'xtatib qo'ysangiz ketma-ketlik jarayonlarimizni, keyingi qadamingiz qolib ketadi. Yana to'xtab qolasiz. Shuning uchun yillar davomida yig'ilgan vaznni yo'qotish uchun albatta vaqt talab qilinadi. O'shanga sabr bilan, qanoat bilan kirishing va bu sizni odatiy hayot tarzingizga aylanib qoladi va keyinchalik sizni ozish haqidagi tushunchalar umuman bezovta qilmaydi. Demak, ozishdagi ketma-ketlik shunday. Birinchisi, maqsadni tushunish. Ikkinchisi, ovqatlanishni tartibga solish. Uchinchisi, harakatni qo'shish. To'rtinchisi, uyqu hamda stressni to'g'irlash. Beshinchisi, o'zingizni nazorat qilish. Ushbu 5 ta bosqichni siz amalga oshirar ekansiz, siz bundan hech qachon charchamaysiz va bu sizni oddiy hayot tarzingizga aylanadi. Bu ma'lum bir oylik yoki bo'lmasam 3 oylik qanaqadir dietalar emas. Bu sizni kundalik hayot tartibingizga aylanadi. Agar bunday formatda videolar sizga yoqayotgan bo'lsa, sizga yordam berayotgan bo'lsa, albatta izohlarda buni yozib qoldiring. Bizni kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlarda sizga qaysi bosqich aynan qiyin bo'layotganligini yozib qoldiring. Biz keyingi videolarimizda ushbu bosqich haqida kengroq ma'lumot beramiz va sizga yordam beramiz.